Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bu tablitsa eng oxiri chiqqan nima? Tablitsa. Jadvallar bilan ishlaydi. Bu ham juda ham muhim narsaki, ma'lumotlarni olib tashab turib, menga jadval shaklida qilib ber desangiz, uni oyi, kuni, yili, kim, qaysi kompaniya, qachon nima qilgan, qanaqa nimani nimalarga solib analiz qilib beradi. Misol uchun, bozorda palon narsani sotuvlari qanaqa bo'lgan, bu oyda, bu oygacha ashi ma'lumotlarini kompaniyalarni mahsulotini sotuvini menga grafik shaklida chiqarib ber desangiz, mayli Toyota, Mitsubishi, anaqa Mercedes, anaqa nimalarni kompaniyalardan chiqarib turib, ashi oydagini sotuv holatini, anaqasini, yo sifatini, yo boshqasini grafik shaklida shuni tayyorlab beryapti. Shunaqa zo'r, oson, sodda anaqa chiqarib beryapti. Menga eng ma'qul bo'lgani, ko'proq mana shu nima bo'lgani, mana shu prezentatsiya materiallar bilan ishlash menga juda ham yoqyapti. Endi sizlarga bitta nima, men hozir 10 ta materialni oldim men. Bu hozir besplatniy versiyasi. Besplatniy versiyasida mana 99 tagacha, 50 tagacha, birinchi 50 ta edi, keyin 99 ta o'tdimi? 50 ta fayl. O'ylab ko'ring, 50 ta faylni besplatniy qilib beryapti. Yuklayverasiz, menga 10 ta yuklaganingizdan keyin yana qo'shasiz menga. Yana mana bu narsalardan ham. Juftni tashlaydi. Yana bu narsalardan ham. Juftni 10 ta tashlaydi. Har tashlagan 10 tadan tashlaydi. Ha, menda so'rasangiz yana boshqa tematika bo'lishi mumkin. 5 xil tematika bo'lsa 10 tadan chiqarib beradi. Ashuni manaqaga sober data table qilib sober desangiz, o'shuni tayyorlab qilib beradi. Besplatniy versiya, besplatniy versiyada 50 tagacha birdaniga ishlatsa bo'ladi. Ertaga eniki hozir aytayapman, yana mana shu narsani bilib olinglar. Prezentatsiya qilishda 3 ta prezentatsiyani bir kunda qilishga besplatniy ekan. Limiti 3 ta ekan. 4 taga o'tib qolsa kechirasiz deydi, endi 7 taga qilamiz qolganini deydi. Qilmay qolasiz. Kechirasiz deydi. Mo'yam xuddi infografika ham 3 ta qiladi. 3 tadan keyingisini kechirasiz deydi. Ba'zi paytda yaxshi ko'rib qolsa 4 ta 5 tagacha ham qo'yardim men. Bir kun rosa qilib. Besplatniy bo'lganligi uchun. Endi pulli versiyasini to'lasiz, oyiga $10 ekan, uncha qimmat emas. To'lab olsanglar, undan ham zo'r. Oldin besplatniy versiyasi ham bizga mashinada yetadi. Besplatniy versiyasidan bemalol foydalanib, ashuncha ishlarimizni qilsak bo'layapti. Bizga rosa katta ma'lumot. O'chirib olsa bo'ladi buni. Buni o'chirib olsangiz ham bo'ladi. Mana kerak, mana olingan bo'lsa, bitishganimdek bosib, bitishgani o'zi kerak emas. Mashinga murojaat qilma deysiz mana misol uchun. Mashindan tashqari ma'lumotlarni oladi-da, qilib beradi sizga. Mana o'chirib olsangiz ham bo'laveradi. O'chirib olsangiz, mana mo'l bosib, o'chib ketadi mana. Mo'l yoniga o'tasiz mana. Yoniga bosib, udalit mana, o'chirib olsangiz ketaveradi. Endi bu bitta qilayotgan ishingiz bekunlik, haligi nima ishingizga ma'lumot. Buni bedan o'chirib boshqa qilish hojati yo'q. Mendan chiqib ketganingizdan keyin sizga anaqa tayyor anaqa saqlab qo'yiladi. Mana chiqib mana bu narsani foydalandik. 10 ta nimamiz bor, istochigimiz bor. Mana shundan foydalan. Men yerda mana shunaqa narsalardan 1 2 3 4 turibdi mana. 1 2 3 4 5 6 mana shunaqalardan qilaversangiz saqlanib boraveradi o'zi. Qilaversangiz ertaga ham 3 ta, ertaga ham qilsangiz qilib boraversangiz mana ko'payib ketadi, fayllar ko'payib ketadi. Endi bu 99 ta bo'lgandan keyin besplatniy versiyasi tugaydi ekan. 99 ta bo'lgandan keyin kechirasiz, endi undan oshqi ishlayolmayman, yog'i pulli deydi ekan. Shuning uchun bizga mo'l ishlatib oldikmi, bugun kerak emasmi? Ochib ko'pni o'chirib olasiz, 99 ga chiqmasdan o'chirib 3 ta 4 ta ichida yursangiz ishlayverasiz. Davom ettirmasdan mana shu bitta turishda 99 ta bo'lish kerak ekan. Bitta turishda bizga hali ma'lumotlarni to'plab turishimizning hojati yo'q. Ya'ni yo'lga qaytib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana shuni o'chirib, ana qilib, kerakli ma'lumotni solib ana qilasizlar. Word faylda mana prompt nima degani so'rasangiz o'zi shuningdek o'zi aytib ham beraveradi mana. Bayonnomani to'g'riligini tekshirish uchun prompt. Sen professional fact checkersan, quyidagi keltirilgan bayonnomani yuklangan nimani manbaga asosan audio transkripsiya bilan solishtir. Quyidagini aniqla. Bayonnomada asl matn yo'q bo'lgan to'qilgan ma'lumotlarda gallyutsinatsiya bormi yo'qmi?
Demak, haligi biz bergan ma'lumot ichida yo'q narsani qilib qo'ymayaptimi ma'lumotda? Qanday qarmaychilar. Tekshirib qo'y. Sana, raqam, ismlar to'g'ri chiqyaptimi, yo'qmi? Tekshir. Muhim qarorlar bilan qarorlar tushib qolmayaptimi? Uni ham tekshir. Agar xato topsang, uni alohida ro'yxat qilib ko'rsat, tuzilgan versiyani menga ber. Mana prompt sizga. Haligi joyga nima qilyapmiz-ku? Shu joyga o'tib prompt mana qilib yozib turib, siz promptlarni o'zingizga bitta faylga saqlab olsangiz, bu bayonnoma to'g'rilashga shuni ko'chirib olasiz-da, shuni tashab turib, bitta prompt bersangiz, o'zi aytgan ishingiz har safar mana qilib prompt yozib yurmaysiz. Yo, o'zida ham saqlaydi, siz o'chirib olyapsiz-ku. O'chirib olyapti. Mana hozir buni qilib o'chirib olsangiz, mana shu tura saqlab turadi. Shu promptdan foydalansangiz bo'laveradi. Endi o'chirib olsangiz, uni o'zingizga alohida promptlarni nimasiga Word fayl ochib qo'ysangiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Lekin prompt saqlab olish esdan chiqib, nashrashga to'g'risida saqlab olish esdan chiqadi. Keyin bir ikki marta esdan chiqqandan keyin o'rganib qoladi. Yana ha deb yozyapti, esiga tushyapti mana qilib. Odat qilib olasiz o'zingizga. Odat qilib olsangiz anaqa bo'ladi. Ketdi mana promptlar ketaveradi, mana qilib chiqib. Promptlar mana. Prompt tuzishning oltin qoidasi mana. Prompt nimalardan tuzish kerak deyapti. Yaxshi prompt 3 ta elementdan iborat bo'lish kerak deyapti. Yaxshi prompt tuzganda. Birinchi rol bering deyapti. Sen 20 yillik tajribaga ega bo'lgan falon mutaxassissan deb. Ayam misol uchun avtomobil kompaniyasida ximik anaqa ishlar bo'yicha biror narsa qilmoqchi bo'lsa, ximikligini ham ko'rsatib qo'yish kerak-da buni. Avtomobil sohasida texnologik press bo'yicha bo'lishi mumkin-da. U akraska bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lyapti. Mashiga qanaqa tajribaligini ashkiga yozib qo'ying. Biz ko'rdik-ku, hali yozib qo'ydik ashkiga. Vazifalar aynan nima qilish kerak? Uni konsepsiyasini to'g'ri tuzib bering. Cheklov formatda natija qanday ko'rinishda bo'lsin? Masalan, jadval ko'rinishda yoki bo'lmasa prezentatsiya ko'rinishda. Mana 3 ta eng asosiy qoida. Bu yerda shu narsalarni batafsil ko'rsatib o'tilgan. Unga rol berasiz. Unda qanaqa vazifa to'layapsiz undan? Keyin natija nima chiqish kerak? Shu narsani o'zingizga olsangiz adashmaysiz. U sun'iy intellektda, u o'zi bilib bir narsa qilsin desangiz, sizga kerak emas bo'lgan bir narsani qilib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun siz qanaqangi vazifani to'liq bersangiz, u sizga to'liq ma'lumotni beradi. O'xshab ma'lumot kam bo'lsa so'raydimi? Menga mana ma'lumotni ber menga. Yo'q, shunaqa, yo'q, unaqa so'ramaydi-yu. Sizni ma'lumotingiz ichidan qidiradi. Unaqa ma'lumot yo'q bo'lsa, tekshir deb turib, tekshirib ichidagi narsalarni ham xatosini o'nglab beradi. Misol uchun, siz qilgan biron bir tekst yo biror narsa bo'ladigan bo'lsa, bir mutaxassislik bo'yicha, o'sha mutaxassislik bo'yicha menga haligi narsalarni yuklab olasizda, internetdan olib turib, endi men qilgan ishlarimni qaysi joylari xatolarni bilib berishni, mana bu joyda mana qilib yozmabsan, men yerda mana qani qolgizib ketsan, bu narsani qilsan deb ko'rsatib beradi. Ha, demak, mana shu qilish kerak ekan deb bilib olaverasiz. Xatozni ko'rib. U o'zi xohlagancha anaqa qiladi. U bu so'ramagan sababi siz ma'lumot berasiz unga. Siz bergan ma'lumotingiz asosida ishlaydi. U sizni boshqa ortiqcha gangitmaydi bu. Shundan foyda nima qiladi. Shuning uchun notebook eling siz bergan ma'lumotlar asosida ishlaydi. Men yana bitta sizlarga bitta narsani aytib qo'yay. Bir jiyanimiz Rossiyada yashaydi. O'zi ham ruschani ham zo'r biladi, bank sohasida ishlaydi. Shuni tug'ilgan kuni bo'lib qoldi. Onasi O'zbekistonda. Aytdim menga Telegramda 2 og'iz Telegramga ovozli xabar berib yuborganda, men bilmaydigan shu Abdulhay haqida dedim. Menga biror narsa yozib yubordi. Sen 2 minutlik narsa yozib yuboribdi. Abdulhay yoshligida rosa to'polonchi bo'lgan, lekin daraxtlarda yurardi, boshqa bo'lardi. Bunga mana laqab qo'yganidek boshqa deb 2 minutlik narsa yozib yuboribdi. Shunday oldin unga tashladimda, menga shunga infografika tayyorlab ber dedim. Infografika tayyorlab beribdi, aytilgan gaplaridan tortib, tug'ilishidan tortib, yurgan yo'llarda nimalarga uchragan, nimalar bo'lganligini haqida infografika tayyorlab beribdi. Men keyin haligi joyda ovozli chatda keyin tabrik tayyorlab ber dedim. Abdulhay manaqa bo'lgan, yoshliklarda manaqa bo'lgan, manaqa bo'lgan deb hali 2 minutlik gapini dan kelib chiqqan 15 minutlik gapli ma'lumot tayyorlab berdi. O'zi 2 minut u qancha, 3 minutga ham bormaydi. 2 minut u qancha sekundlik narsani shunga tashladimda,
Shunga to'liq anaqa tayyorlab ber desam, ikkita odam bir-biri bilan Abdulhayt o'g'risi gaplashib, u mana qilgan ekanda, demak, u rosa demak tirishqoq ekanda, desa, ha, bu mana o joylariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, palondaqa qilgan ekan deb 2 minutlik gapni 15 minutlik qilib, bir-biri bilan suhbat qilib, menga video anaqa audio material tayyorlab berdi. Shunday olib turib unga tashlab berdi. So'raganda tekst tashladingizmi? Ma'lumot ovozli ma'lumotni tashladim. Ovozli ma'lumot asosida u o'ylab chiqib, ashining ichidagi gaplardan bir narsalar tuzib, menga 15 minutlik narsa tayyorlab berdi. U sho'x bo'lgan ekan deyapsizlar. To'g'ri, u ichiga sig'maydigan mana qilib bo'lgan ekan deb, oddiy sho'x bo'lgan degan gapini o'ziga u kengaytirib beryapti. Demak, sho'x bo'ladigan bo'lsa, yoshligida bola sho'x bo'ladi, to'g'ri. Bu shunaqa qiziq qonaqanki, mana qilganligi uchun keyin yoshligida katta bo'lib, mana bu narsalarga erishgan ekan deb xulosalar, boshqa nimalar chiqarib beryapti. Demak, biron bir kichkina narsani bo'lsa, anaqa. Mana o'zingizlarda, mana eski deyiladi. Ikkita uchta chizmani chizib, mana prezentatsiya qilib bering dedinglar, to'g'rimi menga? Yo'q, buni to'g'ri, bunga bir narsa gapirish kerak. Mana narsa tekst prompt yozishimiz kerak. Nima qilish kerak desa, monosexdan monosexga yangi sex qurmasdan bor sexdan foydalanaylik dedingiz. Ash narsani qilib berdingiz. Ash narsani promptini yozib tayyorlab berdik. Shunday chiqarib mana hammamizga qo'l qoladigan material tayyorlab berdi, to'g'rimi? Shuning uchun qanchalik ma'lumotni to'g'ri bersak, shunchalik chiroyli ma'lumot olishimiz mumkin. Prompt qanchalik to'g'ri bersa, shunchalik anaqa bo'ladi. Yana qilish jarayonida qiziqtirgan savollar boshqa bo'lsa, qachon bo'lsa ham so'rasanglar, xudo xolasa birgalashib mana qilaveramiz. Men ham hozir o'rganish jarayonidaman. Sizlar ham qalamni qo'yib olinglar. O'rganishga harakatni qo'yib olinglar. Bahrom aka men aytdim, mana qilayotganda mana bo'lib qoldi-yu desiz, birgalikda harakat qilib, qo'limdan kelgancha men maslahat berib, nima qilaveraman. Bir yaxshi narsaga erishishimiz mumkin. Bugungi aytiladigan qisqacha tanishtiruvim notebook LM bo'yicha shulardan iborat edi. Kimda qanaqa savol bo'lsa, marhamat. Prompt yaratish, mana prompt bo'yicha yozinglar ChatGPTga. Prompt yaratish bo'yicha menga o'rgatding. Tamom. LMga hamda, LMga prompt yaratish bo'yicha menga anaqa o'rgatding. O'zingizga nima kerak bo'lsa, ashini promptini yaratasiz-da. Menga bu narsani mana qilib ber deysiz. Nima qilib beraveradi? Nima kerak bu? Asha kerak. Ssenariy yozib berasiz unga. ChatGPTga yozib naqshi o'zi xohlagandaqa prompt bilan o'zi xohlagandaqa qilib beradi. Sizga ma'qulmi, ma'qul emasmi, u ma'lumot to'g'rimi, to'g'ri emasligini bilmaysiz. Bunda esa siz o'zingiz bergan ma'lumotlar asosida qilib beradi. Hozir prezentatsiya обучение prezentatsiyasini tayyorlabsiz. Ha, boshida ko'rsatganim mana shu обучение prezentatsiya. Uni ham tashab qo'yaman sizlarga. Videolarni ham tashlab qo'yaymi? Yo'q. YouTube'ga qo'yamiz. Bo'lsa demoqchiman, shunday qilib. Bo'laveradi. Mana shuni o'zim. Yaxshi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanagi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.